Telefonni ol oshna. Biznesini boshlav. 1-2 kunda mashinani ham hal qilamiz. Ha, oshnalarim oldiga kelyapti. Yarim soatda bo'shaydi. Xo'p. Oshna, yomon shediraysanda, rahmat senga. Pulni bekardan bosib yotgandan foyda yo'q. Yaqinlaring foydalansa yaxshi-yu. Aytgancha Shahzod, seni ham do'koning tayyor. Xitoyga borib kelasan tovarga. Rahmat oshna, ularni esdan chiqarmasligim. Qani bo'lmasam, oqibatimiz o'lmasin. Hamisha shunaqa bir-birimizga Assalomu alaykum Doniyor aka, ertalab uyga chiqqan ekansiz. Tinchlikmidi? Va alaykum assalom. Uyimni yarmini sotayotgandim. Shunga chiquvdim yoniga. Nima sotyapsiz aka? Qizimning operatsiyasiga zudlik bilan pul kerak. Shunga begona qilmaydi yurdim. Aka, uyga borganda gaplashamiz. Xo'p. Bilasanmi, yaxshilikning eng yaxshisi oilaga, akuga qilingan yaxshilik.